Assalomu alaykum do'stlar. Omonmisizlar? Biz inshaalloh hozirgi paytda Centrum Holdings kompaniyasiga kelganmiz. Nizomiddin hoji aka oldilariga. Nizomiddin aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nizomiddin aka, xudo xolasa bugungi videomizni ochiq oydin qilaylik. Madina Munavvarada, Makka Mukarramada va qanaqa sovg'alaring bor, bonusim bor dedingiz. Yangilik narsalar qilib qo'ydim yurtdoshlarimizga dedingiz. O'shalarda sekin-sekin bir boshdan olib borsa, eng asosiysi narxini ham aytib o'tib ketsangiz. Iltimos. Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holdings ashaddiy obunachilari. Xo'p, bizda hozirgi kunda oktyabr oylari reyslarimiz tamomlandi. Xo'p, noyabr oyiga yangi reyslarni qabul qilishni boshladik. Inshaalloh 1-noyabrdan 30-noyabrgacha Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent hamda Samarqand xalqaro aeroportlaridan reyslarda yo'lga qo'yganmiz. Bemalol o'zlaring xohlagan sanalarga o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi albatta. Aka, kuttirmagan holatda noyabr oyi narxlarini bitta aytib o'tsangiz. Men kommentariyada o'qiyapman, narxini tezroq ayting, boshqa narxini ichida adashmasam bonuslari ham bor. Albatta. Sovg'alari ham bor. Bor. Inshaalloh. Bitta narxini aytib o'taylik aka. Xo'p, aka, narxlarni biz bo'ladigan qilib aytamiz. Xo'p, 12 ta viloyatga $1100 qilib beramiz. Hozir noyabr oyini. Albatta, 12 ta viloyatga noyabr oyini boshidan oxirigacha $1100 qilib beramiz. Albatta, bitta oiladan 5 kishi bo'lsa, o'zingiz aytmoqchi, chegirmalarini ham ichida qilib beraman. Mashalloh, 12 ta viloyatga do'stlar $1100 ekan. Shoshilib qolish kerak menimcha, chunki men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotganim $1200-1250 aytishyapti. Lekin aka, bu oldidagi narsalar ichidagi bonusmi? Albatta, bular xo'p, bizlarda Centrum Holdings tomonidan so'mkamiz, nimchamiz, xo'p, kamzilimiz, bejigimiz hamda biz qo'shimchasiga bonusimiz mana bu samolyotda yostiqchalarimizgacha mana shu obunachilarimizga mana shu bir martalik to'lovni ichida beramiz. Aka, men buni aeroportda o'zim Saudiyaga uchayotganimdanmi, Dubayga uchayotganimdanmi ko'rganman, 250 ming, 300 ming degan. Hozir 250 ming, 300 ming. Dollarda gapirsa $30, $25 narxdan tushib berganingizdan tashqari shu bonuslar. Albatta, narxiga umuman ta'sir qilmaydi. Bizni firmamiz tomonidan hadya qilamiz. Mashalloh do'stim, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib joylarni bron qilish kerak, chunki Centrum Holdings kompaniyasi qanaqa chegirmalar qilib tashyapti. Bu tushunarsiz bo'lyapti-ku. Aka, endi mashincha narsani ichiga bitta sharoitlarimizni ham tushuntirib berasiz. Madina Munavvaradagi Makka Mukarrama sharoitlar qanaqa bo'ladi, gastinisalar masofasi qanaqa bo'ladi, to'liqroq aytib bersangiz, yurtdoshlarimiz faqat pasport tashlagan telefon qilishsin. Xo'p, bo'ladi. Albatta, hozirgi kunda bizda safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, 3 kun Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofalari 150-200 metrgacha. Xo'p, Makkadagi gastinisalarimiz oraliq masofasi esa 2 kilometrda masofasida bo'ladi. Albatta, 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, bizni 14 kunlik umra safarimiz mobaynida o'zbek milliy taomlarimiz bo'ladi. Madinada 2 mahal abed ujin o'zbek milliy taomlarida, 11 kun Makkada esa zaftrigi bilan 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi inshaalloh. Aka, men hozir xodimlarga aytdingiz shekilli. Menga bitta qog'oz berib yuborsiz. Mashinani bitta e'lon qilib bering aka. Albatta. Hozir mana sirvoy yangi xabar issiq tandirdan chiqqan. Albatta, xo'p bo'ladi. Xo'p, mana hozirgi yangi chiqarib berishdi. Reyslarni, ya'ni ham noyabr oyini to'liq ma'lumotlarni berishdi. Xo'p, Toshkentdan, Farg'onadan ikkita reyslarimiz bor, Abdulvohid aka. Xo'p, Farg'ona-Jidda reysimiz bor, Farg'ona-Madina Primo reyslarimiz bor. Xohlagan obunachilarimiz xohlasa Jidda, xohlasa Madina reyslarini tanlovlari bor. Gapingiz bo'ldi, Madina Munavvaraga ham, Makka, Jiddaga ham bor. Albatta. Centrum Holdings nima qilyapti o'zi do'stlar? Xudo xolasa inshaalloh bundan ham qiziqarli, bundan ham qiziqarli 50 yoshlar u yerdagi bo'lgan sharoitlar qarang. Bunaqa sharoitlar qaysi firmada bor? Xo'p, bizga hozir aka shu ma'lumotlarda ichida yana bir yangiligi bo'lyapti. Xo'p, bizda safar oldidan majlislarimiz ham tashkil qilingan. Ko'p firmalarda menimcha bu narsani kuzatmayapmiz. Bizdan registratsiya qilib, bizdan Centrum Holdingsdan ketayotgan obunachilarimiz vodiyliklar bo'lsa, 2 kun oldin majlislarimizga ham taklif qilamiz. Albatta, bu majlislarimizda 14 kun umra safari oldidan ketayotgan 50 boshlarini o'zlarini tanishtirib, har qancha savol javoblari bo'lsa, mana shu majlislarimiz bemalol o'zlarini misol uchun qiziqtirgan savol javoplarini ketayotgan 50 boshlariga berib, o'zlariga misol uchun kerakli javoblarni olib olishlari mumkin. Aka, bizni Tojikistondan
Rossiyadan ko'rayotgan do'stlarimiz bor. Aha. Ular qanday qilib to'lov qilishadi, qanday qilib pasportlarni joylarini bron qilsa bo'ladi? Xo'p, albatta to'g'ri savol berdingiz. Hozir bir musofirdan kuzatayotgan, qo'shni davlatlardan bizni kuzatayotgan aziz obunachilarimizga, xo'p, onlayn xizmat qilamiz aka, onlayn. Xo'p, bizga qanday onlayn bo'ladi deyilsa, Telegram, WhatsApp orqali bizga Zagram pasportlarni taqdim qilishadi. Biz ularga Centrum Holidays bank shot raqamlarini beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirib, bizga o'sha kvitantsiyasini taqdim qilsa, joylari bron bo'laveradi. Inshaalloh do'stlar, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Kutilmagan holatda men Centrum Holidays kompaniyasiga inshaalloh 100% ishondim. Chunki bunaqa bonus, bunaqa narx, bunaqa sharoit mencha boshqa turfirmada ko'rmaganman, eshitmaganman. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Inshaalloh Centrum Holidays kompaniyasiga biz ham ishondik, siz ham ishoning. Aka, Xudo xolasa yurtdoshlarimizga yaxshi niyatlaringizni bitta aytib qo'ysa, video tugatsin. Xo'p bo'ladi. Bitta chiroyli gap aytaman. Centrum Holidays umra ziyorati ham ibodat, ham sayohat, ham ziyorat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.